shu yerda xabarlaringiz bo'lsa, tijorat banklari mahallalarga taqsimot qilingan. Asosiy maqsad mana shu mahallalarda ishsizlarni kamaytirish, aholi daromadini oshirish bo'yicha ish olib boriladi. Tijorat banklari tomonidan har bitta mahallaga mahalla agenti, mahalla bankiri tashkil qilingan. Ularning vazifasi mana shu bank bilan aholining o'rtasidagi uzluksiz aloqani tiklab, ularga tadbirkorlik yo'nalishini, boshqa yo'nalishlarda yordam qilib, ularga moliyaviy mablag'larni yo'naltirishda tushuncha beradi. Mana bizda mahalla bankirimiz bor, ismi Javon. Mana shu Toshkent mahallasiga biriktirilgan. Mahalla agentimiz Mohira opa. Hozir mana shu mahallalarga beriladigan kreditlarni mahalla bankirimiz Javon tushuntirib beradi. Kredit yo'nalishlarida necha foiz, qanchaga beriladi, talablarni. Agar kimda qanaqa masalalar bo'ladigan bo'lsa, kredit bo'yicha olishga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz, bu masalalarni yechib beramiz. Assalomu alaykum yig'ilish qatnashchilari. Men shu mahallaga o'tkazilgan mahalla bankiriman. Bizga o'zi Agrobankka 5 ta mahalla biriktirilgan. Toshkentgan, Sharquzda, Rovot, Nurafshon, Yoshlik mahallalar biriktirilgan. Bu mahallalarga bizni jismoniy shaxslarga, o'zimiz bank degan shaxslarga 3 turdan kreditlarimiz bor. Biznesga ko'mak kredit dasturimizni 17 milliongacha ajratiladi. Kafillik asosida 4 yil muddatga 6 oy imtiyoz davri bilan ayollarga 23%, erkaklarga 25% tashkil qiladi. Mahalla loyihasi dasturimiz bor. 50 milliongacha ajratiladi. Kafillik asosida bu 5 yil muddatga ajratiladi. Imtiyoz davri 2 yil tashkil qiladi. Bu ham xuddi shunday 23% ayollarga, 25% erkaklarga tashkil qiladi. Yuridik shaxslarga, yaxshilarga, MCHlarga 100 milliongacha bo'lgan 312 dasturda ajratiladi. 100 milliongacha garovsiz, 100 milliondan oshgan qismiga garov asosida ayollarga 19%, erkaklarga 21% tashkil etadi. Bu yuridik shaxslarga, yaxshi MCH tashkil qilgan, ishlab chiqarish qiladigan shaxslarga ajratiladi. Sizlarda bir savol, taklif yoki murojaat bo'lsa, bankda yoki shu